Ben oyoqlarini baquvvatligini ko'ring akalar. Oyoqlari ham xudo xolasa oyoq qo'li uzun, suyagi buzuqmoq. To'ralasini bitta obunachingizga chiroyli narxdan qo'yib beraman. Aha. Men qaram, qo'lni bering. Gapiring aka. Chiroyli qilib narxdan qo'yib bering. Unaqa 14,5 dan qo'ymayman-da, 13 million 800 ming so'mdan xayri kami bor. Hop, to'rttasini mana. Qarang, balki birinchisi yoqar, ikkinchisi yoqar. Uchimi qaysi birini tanlab olsa, hammasini to'liq aytib bering aka. Tanlab olsa, shu to'ralasidan bittasini olsa 14 million berasiz. 14 million. 200 ming plyus ekanda. Ha, 200 ming so'm plyus. Ha, 13 million 800 ga beraman. 14 million deb turib 13 million 800 deb 13 million 800 dan tanlab olsin. Osh turini olsa o'tib beraveraman. Xayri kamini qilib beraveraman. Qo'lni bering. 13 million 13 million 13 million bo'libdi 600 dan qo'yaveraman, lekin ko'p emas, ozgina o'tib beraman. Aka, to'g'risini aytaman, so'ragani uyaldim. Men shu 13 million 600 dan degan uyaldim. Mol 13 million 600 dan ham qo'yib beraman. Ko'p emas, ozroq o'tib beraman, lekin mollar sifati hamma yo'g'i joydagi mollar. Unaqa bu YouTube'ga qo'yishdan maqsad sotish. Unaqa osmondan qo'ymaymiz narxini. Yengil-yengil. Bizga ham ozgina foyda qilsa, tirikchilik bizga ham sotamiz xudo xolasa. Bo'ldi aka. To'ralasi bir joyda bo'ldi. Endi mana edi 3 ta olaparodasi bor. 3 ta, bitta. Hop, 3 ta olaparoda Qo'qonlik akalarimiz ko'p so'rashadi-da. Akalar kuzatib turgan bo'lsalaring mana 3 ta yaxshi joydan chiqib qoldi. Hop, tashab qo'ysangiz bo'laveradi mana. Uchalasi ham olaparoda, gibrid variantidan. Bo'ylari bo'ladi. Biri 10 ga yaqin, biri 5 dan tepada. Biri 5 dan yuqori, biri 5 plyusga hisoblab qo'yasizlar mana 3 dona o'zi. Peshanalarda yuraklari bilan. Ko'ringlar-da. Ikkitasini og'i bor, bittasiniki yo'q. Bittasini qonmoq. Bittasini qonmoq, ha? Uchalasi bir joyda bo'ladi. Mana buni birinchisi bo'ladi. Aha. Mana buni ikkinchisi bo'ladi. Mana uchinchisi bo'ladi. Uchinchisini ko'rsatdim. Eng zo'ri uchinchisi. Sifati ham hamma yo'q. Sifati qolishmaydi. Prosta sal iriqroq varianti bu. Aha. Mana, Bo'yin qismlari. eng glavniysi buni ishqibozlari bor. Mol qilaman olaparodasidan degan obunachilar bor. Mana tutamlarini ko'rsatib qo'yaman akana. Tutamlari ham va shudor. Uchalasini bir joyda narxini aytaman. Yana gapiring aka. Uchalasini bir joyda olsa 13 million 500 dan berishsin. 13 million 500 dan. 13 million 500 dan berishsin uchalasini. Xohlasa o to'ralasini qo'shib turib 7 ta qilib olsin, mana 13 million 500 dan bo'laveradi. Top-toza qarang. Bitta gapiring aka, 13 million 500 dan kami bor deb gapiring-da aka. 13 million 500 dan bo'p xayri kamini qilib beraman. Ko'p emas, yengil qilib beraman 13 million 500 dan. Bittasi bir joyda bo'lsa. Endi menga qarang. Yana edi oxboshda legendalar bor, haqiqiy udorlar. O'zi yirigida menga tezroq buqa talab bo'ladigandan degan obunachilarimizga mana bo'ybasti 1.15 atrofida. 1.15 chiqadi. 1.15 atrofida. Bular akalar eko joyda o'zi buqaga tayyor bo'ladi. Chiroylab qarovini qilib, bitta semental buqa qo'yib qo'ysangiz akalar yaxshi bo'lib ketaveradi. Pulingizga pul qo'shiladi hammasidan. Xudo xolasa buni ekalasini mol qilishga beraman. Shuningdek, onalari ham katta-katta molli bolalari bor. O tutamlari ham ko'ring, tutamlari ham vaqt shundoq mana. Tutamlari ham haqiqiy zo'r. Oppog'idan. Mana bunisi bilan ketyapti hammasi mana. Mana. Hammasi tutamlari ko'rsatilib. Ekalasi ham oqbosh. Biri qoramtir shved, bittasi qo'ng'ir shved deyiladi. Ekalasi ham shved molli bolasi. Gavdasi 1.15 kilo. Xudo xolasa iloji bo'lsa tepasiga kelib ko'ra olsa yaxshi bo'ladi. Telefonda bu bilmayman, qandaydir kichikroq ko'rinyapti-yu. Bu ekalasining narxi 15,5 milliondan berishsin. 15 million 500 ming so'm. 31 million pul bo'ladi. 31 million. Qarang. Akalar katta mol ekranda kichkina ko'rinadi, to'g'risi. Kichkina mol katta ko'rinadi. Bu molni hozir men yaqindan ko'rsataman desam, sizlarga ko'rinmaydi-da. O'shaning uchun uzoqroqdan mana to'liq holatda ko'rib olinglar degan maqsadda uzoqroqdan ko'rsatyapman. Endi bu sheragini ko'ring buni. Sheragi ham lekin qolishmaydi. Ikkosi bir-biriga mos, xos. Ikkalasi ham. Ekalasi bir jup olsa, xudo xolasa bitta emas, ikkita oylanchi chiroyli gullatadi. Endi mana buni shvedlaridan bor. Buni qarang. Bunaqa mol hadib ham topib bo'lmaydi. Tovush oson emas. Sifati xudo xolasa haqiqiy udoridan. Uni bittasi haqiqiy Qirg'izistondan kelgan mana. Qirg'iz mol mana. Oldinroq kelgan. Oldinroq yana, ha? Tutamlarini ko'ring. Haqiqiy mol qilaman degan odamlar olsin. Xudo xolasa chotki sigiri bo'ladi. Mana bunisini qarang, deganligini. Bu baquvvatlanib ko'ring, yelkan.
Qo'lim ham yo'qolib Şeyli qoladi. gövdesi. Boyu 1.15 aşık çıkardı. 1.17, 1.18 kilo. Bularki 1.15, 1.13 shunaqa. Xolasi mana yakka mana shuni o'zini olsin. Bitta o'zini olsin. Aha. Bitta o'zini olsin 15 million pul bersin. Hop. Hayır Yakkaga kami bor. 15 Ha, million, yo'q. 15 million sotmaymiz. O'tib beramiz. kami bor akalar, hammasini kami bor. Yana narx qo'yilib ketilyapti, bo'ldi. Shu narxda ekan demanglar, chiroylab kami qilib beringlar. Hop. Xohlasi buni oq Prinsi. shvedini olsin. Haqiqiy qirg'iz mol. Mana ichida tamg'alari bilan bor. Mana. Akalar tamg'asi mana. Aha. Xohlasi jupini olsin 15 million so'mlar. Hop, jupiga 30 million deyapsizmi? Jupiga 30 million so'm. 30 million. Kami bor, xayri bor. Kami bor. O'tib beramiz. Akalar, qalay? Yoqdimi narx? Qarang. Katta o'zi bu qadalab bo'lgan mol 15 million so'm kami bor. Endi zotni ko'ring. Ishonmayotganlar ham bor-da mana. Tuyog'i o'zingiz, tuyog'i ko'ring-da. Baho bering-da. Tuyoqlari ham istagan tuyoq. 15 million so'mdan xayri kamishida. Xohlasi mana bundan ko'ra sal kichikroq. Yozga borib ochadigan variant. Bir jup. Shved, chiqon derisida haqiqiy tozasidan ekalasi ham. Tutamlarini ham ko'rib qo'ying. Oslan. Jonivorlarni. Mana. Tutamlari ham var shu. Ikkovi ham kichkinagina tashqachasidan bor. Jupini Bo'ldi. olsin. Jupigacha aka. Jupiga 13 million 500 dan pul bersin. 13 million 500 dan. Bu jupiga 13 million 500 dan bersin. Xo'p, endi shu yerdan nechta mol sanamadimi, lekin aksariyati 13 million 500, ha? Chiroylab. Optimal olaman degan obunachilar ham kelib telefon qilsin. Xolasin kelib ko'rsin, optimal o'ta orqadan yengil qilib beraman. Telefon qilsa, xudo xolasa ishni bitiramiz. 13 million 500 ming so'mdan ekalasi. 15 milliondan ekalasi. Xolasin to'ralasini olsin. 3 ta haqiqiy shvedidan buni bitta gibri shvedimiz bor. Oqbosh mana xolasin. Xolasin to'ralasini bir joyga olsin. 14 million 200 dan bersin. To'ralasini olsin. Mana shu to'ralasi. Mana to'rttasiga 14 million 200 ming so'mdan kamini qilib beraveradilar. Aytilgan narxdan ko'ryapsizlar, aytmasam ham o'zlari tushib beryaptilar. Hammasini kallab olishni ko'ring. Chiroyli holatda. Qaysi birini bo'ybasti, sifati, avvalo narxi sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, Abdulla akamizga aloqa chiqarasizlar. Dastlabkilari bilan xonadoningizga yetib boradi mana. Hammasini kalla boshlan ko'rsatdim akalar. Ha, deb ham bunaqa sifatli mollar chiqarmaydi. Bu mollar agar boshqa odamning qo'liga tushib qolsa, to'g'risi, osmonga pudab chiqarib beradi, lekin narxlar xudo xolasa yo'lida bo'ldi. Xudo xolasa mana buni 10tasini olsin. 12 million 300 mingni olsin. 10tasini xolasin buni 7tasini olsin. 7tasini 13 million 500 dan bo'lsin. 13 million 500 dan. Ha. 4tasi dedingiz a? Yo'q, bu 4tasini olsin 13 million 700, 13 million 600 dan. Mana shu 7tasini olsin. Akalar, boya esimizdan chiqmana. 7 ta bo'ldi beyda, olamidan noyarga 4 ta. 13 million 500 dan 500 dan bo'lib ketdi. O'tib beramiz. Aytilgan narxga sotilmaydi. Bu ekalasi 31 million so'm, 15,5 million so'mdan. Bu to'ralasini bir joyga olsin 14 million 200 dan. Borib 200 yo'q olsin, 14 dan pul berilsin. Xayriyami bor. Hop, ichkarida narxlar tushunarli bo'ldi, endi tashqarida amallar ko'rsatamiz. Ikkita mana buni legendasi bor. Erkaklar mana. Kachga bu qolaman. Sifati ham hamma yo'g'i joyidagi mol. Haqiqiy mol qilaman degan obunachilarga tavsiya qilamiz. Mol bo'lsa ham tonnadan kam mol bo'lmaydi. Oyligi ham 6-7 oylik atrofida xonajin ekalasi ham haqiqiy tozasidan. Mana. Akalar 6 oylik holat. Ko'ring buni. Hali yemlangan buqalardan olib chiqadi. Yemlanganga o'xshaydi, ey. 6 oylik buzoqni holatini o'zingiz ko'ring-da akalar. Hali bu Bo'lsa shunday bo'lsa. Yem yemagan, yem ko'rmagan. Yemni ko'rsatsangiz yemasligi ham mumkin. Rangi ham, hamma yo'g'i ham joyida bo'ladi. Bir jup. Buni jupini ko'p maqtamay narxini aytaman. Jupini narxini aytaman. Qo'lni bering. 17 dan berilsin. 17 dan 34. Ha, bor mana 33,5 berilsin. Eng zo'rlarini 33 million 500 ming so'm. 33 gacha. Yana xayrini qilib beraman. Aka, 33 ha? 33,5, men 34 qo'yganman, 34 emas, menga qarang. Bo'ldi, o'zlariga. Ha, bo'ldi. 33 berilsin bo'ldi. Barbar aka. Haqiqiy udari. Stakan tuyoq variant. 33 ga akalar.
dir borib og'lingizga baylab qo'ying akalar, shulardan baraka topasiz. O'zi tayin mana holati yaxshi, ko'rib bildingiz, zotini ham ko'rdingiz. Ob tashab qo'ysangiz bo'ldi akalar. Uyingizga yetib boradi 2 soat ichida. Bu bunaqa molni menga qarang. Bunaqa molni tug'ib olish ham oson emas. Qarang. Holasin tuyog'idan holasin shu haqida agar birorta ayb topsa mana shu moldan. Molni begerga beraman. Bundan oshiq, bundan sifat udar menimcha bilmadim lekin. 33 million so'mga narxi ham yengil bo'ldi. Narxi ham unaqa osmondan kelganimiz yo'q. Ko'ring, egasi 20 million so'm narx qilgan. Iminni mana chekkadagi turibdi. Ash molni egasi 20 million so'm kami bor degan. Dehqon odam. Endi ko'chatiga sifati zotiga to'g'ri, haqiqiy mol qilgan. Endi mana aka o'rtoq, ichkari yapir qo'y, mollar sovuqda turmasin. O'zim rost gap, ishqiboz bo'lganim shu ikkalasiga to'g'risi ishqim ketdi mana. Molni yoshirog'i-yu tonini ko'ring. Endi mana yoshroq mana. Aka narxini o'zim ham kutyapman, mana shu ikki bir jupingiz narxini. Jupi eng zo'r ekanmi? Eng zo'rlari ekan. Molni ukalaridan. Ukalari. Mo'g'ara. Janglardi. Ko'ring. Sahnaga chiqinglar-chi. Sifatini ko'ring. Hammasini mana. Endi tuyog'iga e'tibor beringlar. Tuyog'i ham kelishgan, qomat bori udor desa ham bo'laveradi. Sifat xudo xolasa zo'r. Sifati ham, bo'y-basti ham hamma yerda kelgan. Buni badanni ko'ring aka. Sifat bo'lib turib, aka badani ham chiroyli bo'lmasa bo'lmaydi. Hamma tomonlama kelgan bor endi. Jupini olishsin, bir jup. Bo'yi 1 metr chiqadi-ya buni. 1 metr chiqsa bekarga 1.5 qo'radi. 1.5. 1.5 qo'radi. 1 metr chiqsa bekarga. Xotirjam 1.5 ga mana hisoblab qo'yaverasizlar. Xudo xolasa sifat u da. Narxi menga qarang. 13,5 million so'mdan xayri kami bor. 13 million 500 dan 27 million so'm bir jupi xayri kamini qilib beraman ozgina. Jup olishsa faqat. Mana sifat. 27 million so'm. Endi o qorasi ham bor 13,5 million so'm. Uchalasini bir joyga olsa 13 million 500 ming so'mdan. 13 million 500 dan Bu qorasi ham g'alati udor narsa. Qorasi ham shu. Qorasi ham haqiqiy udor legenda. Mana bu qorasini. qorani ko'ring. Tim qora narsa. Pachkalarni ko'ring, karabka udor lekin. Oyoq qo'lini ham ko'rib qo'ying, oyoq qo'li ham yaxshi zo'r. Endi buni aka maqtagani ham asli til ojiz buni. Hamma tomonlama kelgan bo'lsa, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'ring. Sifat jihatdan mutlaqo betakror. Endi pulini gapiring 3 tasini. Uchalasi bir joyga bo'lsin, o'sha 13 million 500 ming so'mdan xayri kamini qilib beraman. Xudo xolasa qoni ham, zoti ham qonidan ham analiz qilish kerak. Qoni ham toza deb chiqadi. Obunachilarimiz xafa bo'lishmasin, qarang. Ha. Endi so'ramadi deyishmasin. Endi men bu mollarga o'tib bering degani ham o'ylayapman. Siz ham arzonga kelmagansiz. Ha, bo'pti 13 million 300 dan berasiz uchalasi bir joyga. 200 dan qilib qo'yaman Yo, endi. 300 dan bo'lsin. 200 dan. Ha, bo'pti 200 dan bo'lsin uchalasi. 200 dan. 200 dan beramiz mana. Akalar hammasi ma'lumotlarni berib o'tdik. Qaysi birini ma'qul kelgan bo'lsalar, shoshilib aloqa chiqaverasizlar. 1 donami, 10 donami, 20 tami mana ko'rsatib qo'ydik. Qaysi bir ma'qul kelsa, Abdulla akamizga yakkalab olsam 13,5 ga beraman. Kamiga bermayman. Pilisi bormi? Tallab olishga ham berib yuravering. O'sha yakkalab olsa, bir dona olsa 13,5 millionga beraman. O'sh olsa 13 million 200 dan xayri kamini qilib beraman. Mayli aka. Savdo qilib olishadi aka. Faqat ishlarni bitirib bersangiz, xursand jo'nsangiz bo'ldi. Narxini yo'lida qilib kelishtirib beraveraman. Mana sifati haqiqiy zo'ridan. Sog' bo'lasizlar akalar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga, umriga Alloh baraka bersin. Videomizni oxirigacha ko'rganlar, bir donadan like bosib qo'yasizlar. Iliq fikrlaringizni Abdulla akam uchun yozib keting.